Bugün оқидан kitabımız Kolbasa. Uyg'urchada kolbasa degani amaliyotda qiza deymiz. Endi inglizchada sausage deymiz. Burunning burnusida bir egiz tog'ning cho'qqisida nayti bir qilin o'rmonliqning o'ttirisida bir jup qeri buvay bilan mo'may yashaydi ekan. Bu mo'may buvayni to'limi yaxshi kutadi ekan. Buvayni to'limi hurmatlaydi ekan, ham uni bek yaxshi ko'rdi ekan. Shunga buvay ishdan kelishiga ulgurtib, u nurg'un tatliq yemakliklarni hozirlab, uni saqlab turdi ekan. Bir kuni odat bo'yicha buvayga eng yaxshi ko'radigan tomoqlarni hozirlab, saqlab turibdi. Saqlabdi. Buvay kelmabdi. Lekin shu oraliqda eshik chekilib, bir esilzada xodim kirib kelibdi. Debdi iliq qiyr mo'may. Assalom alaykum esilzada xodim, debdi. Va alaykum assalom, yaxshimisiz, debdi. Sizga nima lozim, deb so'rabdi mo'may. Esilzada xonim nihoyat tamkinlik bilan. Men qizimning to'yini qilmoqchi edim. Lekin bu to'y bak cho'ng bo'lg'ashqa menga bak yo'g'on, bak yaxshi qozon lozim bo'lib qoldi. Polo qozon edi, polo qozoni. Anglasam, sizda bir polo qozoni bor ekan, shunga singlingizga kelishim, debdi. Mo'may bu polo qozonini shunchalik yaxshi e'tiborlaydi ekan. Chunki u polo qozoni opisidan qolgan-ekan. Opisining qozoniga, u mo'may opisining qozonini shunchalik ayab ishlatadi ekan. Lekin shundoq bo'lsa-mu, bu o'z eng yaxshi ko'radigan polo qozonini bu esilzada mo'may ayolga beribdi. Bir necha kun o'tgandan keyin bu ayol qozonini ishlatib bo'lib, mo'mayga qaytarib beribdi. Nihoyat xush bo'lgan holda. Sizning qozoningizni ishlatib bo'ldim. To'ylarimiz nihoyat yaxshi o'tdi. Sizning bu yaxshiligingiz uchun men sizning 3 talabingizni o'rindab beray, debdi. Shuning bilan mo'may bek xush bo'lib ketibdi. Bu mo'may o'ylabdi. Nimani o'ylasam bo'la? Nimani qilsam bo'la? Deb oltin kumush olsam bo'larmi birinchi talabimga? Nima talabni qilsam bo'la, debdi. Birinchi talabiga debdi. Mening buvim uyga ichkiroq qaytib kelsin, debdi. Ikkinchi talabiga bo'lsa, oltin kumush olaymi? Yo'q. Isil yemak-ishmaklarni olaymi ya? To'la tomoq etib, to'limi zerikdim. Bo'libmi koronavirus vaqtida kunda tomoq etaman. Jiq, monta, polo, lampong, yana qandaq morojna. Har xil tortlarni, chokoladlarni boraymi ya, debdi. Mo'may yana o'ylabdi. Bo'ldilar. Yana yo'ldoshim eng yaxshi ko'radigan qizi bo'ray. Mening yo'ldoshim bo'libmi otning qizini bek yaxshi ko'rdi. U degan qulchilik emasmi? U cho'qim otning qizini bo'lsam bek xush bo'lib ketadi, debdi. Shuning bilan shunda deb turishiga mo'mayning oldiga bong bilan qiz paydo bo'libdi. Shuning bilan mo'may bek xush bo'lib ketibdi. Shunda qiz paydo bo'lish bilan buvaymi ishdan kirib qolibdi. Mo'may buvayni ko'rib bek xush bo'lib ketibdi. Assalomu alaykum buvay, oxir qaytib keldingiz. Shunchalik ansirdim sizdan. Qarang, deb mo'may chuldirlig'incha buvayga bo'lgan ishlarni deb beribdi. Afsus, bu ochiq yomon, to'nqapoq buvay bexob bo'lib ketibdi. Ahmoq xotin, shundoq esil talabni o'rinlab beray desa, sen orom bir qo'llab bu qiz burdingmi? Tova, ma ayolning ahmoqligini. Oltin, pul, esil uy, mashina, kiyim degandeklarni bursang bo'lmamdi, deb shunchalik debdi. Bu buvay so'zlagan siri so'zlab, o'zlari qizirib, ko'zlari chakchiyib, bullari yo'g'inab ketibdi. Shu ochig'i paylamay, qizni ekib, mo'mayga bir etibdi ekan, mo'mayning buniga
vaqada chaplashib qopdi-da, mo'mayning buniga aylanib qopdi. Shuning bilan mo'may ko'ngli bek yerim bo'pti. Bu qandaq gap bo'lib ketdi. Allah, Allah. Bo'ldi, men tatib chiqiray. Voy, nim karamet bu. Shuncha tatsam chiqmaydi-ku bu. Chiqmaydi-ku, debdi. Buni ko'rgan buvay sal ochiqni yenibdi-da, o'zining xato qilganligini his qilib qopti. Shuning bilan mo'mayning yiniga berib, uning toz tatish beribdi. Voy, nimanda ching chaplashib ketgan bu. Chiqaymi demaydi-ku, debdi. Shuning bilan mo'may ko'ngli yerim bo'lib, toz yig'lab ketibdi. Buvaymi nihoyat xijolat bo'lib ketibdi. Hey, qara, shu farishtadek mo'miyimning ko'nglini og'irtibdiman. Bu tehi o'z eng yaxshi ko'rgan narsalarni demay, men yaxshi ko'rgan qizim desa, qaramoq kelishmaslikni. Nima ish unda qilgandiman, ha? Bu meningki men yig'lsam yig'laydigan, kulsam kuldigan bir ajoyib farishta sifat, go'zal, qo'li chivar, mo'miyim tursa, buniga qilib bu qizi unib qolsa qanday bo'ladi? Deb ko'ngli pek yerim bo'lib, baxash bo'pti. U ko'nglida hey, bu yerda mashina, uy, pul bo'lsinmi bekorda. Bu mening mo'miyimning burnida bunda qiz unib qolsa qandoq bo'ladi? Hey, menda agar sening nima talping bor degan bo'lsa-di, men shu mo'miyimning bundagi bu qizni yo'qotib degan bo'lardim. Deb turishiga mo'mayning bunda qizi ping yo'qolib ketibdi. Buni ko'rgan buvay bilan mo'may shunchalik xush bo'lib ketibdi-da, ular tong o'ynab ketibdi. Latanda bahor, la 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 la.